Mana shu uyimizning egasi sotsam sotdim, bo'lmasa sotmayman deyaptilar. Bir hafta ichida bramalab tez sotib yuborishim kerak deyaptilar. $85,000 baholanmoqda. Aynan shu 1.6 sotiqqa tushgan yangi qurib bitkazilgan 3 ta sanuzellar bor, 4 xonali aynan shu hovlimiz. Pastda o'zini podvallariga ham ega bo'lib turgan aynan shu hovlimizdan bittasiga kirib ichkarini obzorini qilib beramiz. Orientir sal chuqurroq qilib tushuntirib beraman video davomida. Qani ketdik. Asosiy darvozxonadan kirib kelganda, darvozxona hovlimizni ko'rib turibsiz. Bemalol mashina olib kirib qo'ysanglar bo'ladi. Oyoqdagi burchaklardan chiqqan traverti ishlari уже bitib bo'lgan. Shinamgina to'rt burchakkina hovlagan. 3 ta yonma-yon tushgan. Yon tarafida o'zini yashil hududlarini ko'rib turibsiz. Hovliga o'zini sanuzellari qilib qo'yilgan. Ketdik uchini ko'rib chiqamiz. Asosiy eshigimizdan kirib kelganimizda kattagina hovlimizni ko'rib turibsiz. Hovlga katta qilib oshxona qilib qo'yilgan. Ko'rib turibsiz, farqli kaflardan chiqqan katsonli ishlari qilib bo'lgan. Bemalol oynali eshik qilib qo'ysangiz ham bo'lar ekan. Ochiladigan, yopiladigan qilib turib, mabodoga xohlasangiz. Eshikdan kirib kelganimizda chap qo'limizga alohida bitta chiroylikkina zal va kelganimizda bu yon tarafiga o'zini chiroylikkina sanuzellarini ko'rib turibsiz. O'rta koridordan yurib kelganimizda yon tarafiga birinchi bolalar uchun yotoqxonamiz, orqa tarafini ko'radigan bo'lsak, ikkinchi yotoqxonamiz bo'lib turibdi. Va eng oxirgi yotoqxonamiz aynan shu yerga tushyapti. Oyog'imizdagi parketdagi sifat cho'pli pol hamda radiator uchun joylar tashab ketilingan. Aytganimizda srochni pul taqalib turgani uchun mana shu hovlimizda $85,000 ga ketyapti. Orientir Toshkent shahar, Yashnobod tumani, Qo'yliq Stроительный bozor ro'parasidagi mahallada joylashgan aynan shu 3 ta yonma-yon tushayotgan 1.6 sotidan hovlarimiz. Aytamiz, srochni sotilyapti. Ulgurdi. Bir hafta vaqtingiz bor. Hammalarni kutib qolamiz. Pastdagi nomerga telefon qilib shoshilib qoling.